Assalomu alaykum hurmatli xaridorlarimiz. Bizning do'konimizga kelsanglar, bir xil material, bir-biriga o'xshash fasondan, lekin narxini hammaga loyig'ini qilib beramiz. Mana misol uchun bu fasonimiz yangi chiqdi. Mana qaranglar buni. Bazasi chiroyli, lekin oddiyroq materialdan qilingan. Krujvalarning orasiga toshlarni yopishtirganmiz, lekin mana buni ham shokoldalari ruchnoy. Mana bu yerda buni farqini qaranglar. Bu ruchnoy robota qimmat ansambellarimizdan bittasi. Buni ham shokoldalari ruchnoy, lekin mana krujvalarning o'rtasiga ruchnoy bezaklar qilingan. Yana mana cho'ponining o'zini materiali 2 qavat qilingan. Buni materiali cho'poniniki 1 qavat, mana buniki 2 qavat. Yana mana ko'rsanglar, bazalari ham premium kачествоda, bazalari ham 2 qavat, qo'llari ham juda chiroyli ishlangan. Bazasi 2 qavat, ichi ko'rinmaydi. Bazaga ham ruchnoy bezaklar qilingan. Bunimiz shliflari ham uzunroq. Bezaklari ruchnoy. Ikkaloviga fatasi ham, diademasi ham qo'shib beriladi. Narxida ancha-muncha raznica bor. Bemalol kelib ko'rib, narxlashib olib ketsangiz bo'ladi. Takshi mana mashina ham xuddi shu ko'rinishni ham bundan ham yana arzonroq, yana qimmatroq variantini qilsa bo'ladi. Farqi shu bezaklarda bo'ladi. Bezagiga kamroq bo'lishi mumkin yoki yana ham bezak qo'yib, yana ham chiroyli qilish mumkin. Bemalol kelib, o'sha o'zingizlar xohlagan yerdagi, o'zingizlarning budjetingizga yarasha qilib, zakazga tiktirsanglar ham bo'ladi.